Novostroyga kirpishli domdan 80 kvadratlik xona 60 mingga hozirgina chiqyapti. Mana shu pulga arziymi yo'qmi kommentariyaga yozib keting. Kattagina zal bo'ladi. Batarasi bor, do'xtirlik katta o'tiribdi. Har bitta xonasiga trezasi bor, bez bo'lib qo'ygan. Biraz yaqin kelasiz. Pul qo'shgan ishdan kiraverish, yevro montaj qilgan gap bo'lishi mumkin emas. O'ng qo'limizda garderob shkaf qilgan buni qarang. Operator razdelni sanuzeli bo'ladi. Alohida unitar rakveni turibdi. Bu yerga mana batareyasi ham bor, pul qo'shilgan. Bu yerga vanna rakveni turibdi. Eng qizig'i mana shu xonaga kirganingizda juda ham oynasi katta xuddi panoramaga o'xshaydigan. Menga ideya keldi. Mana shu yerdan telegarovga qildim. Mana bu yerga yana bitta eshik qo'yib, mana shuni alohida yana bitta xona qilsa bo'ladi. Ikkita xona bo'ladi. Batareyasi bor, 80 kvadrat. Xom yangi remont qilgan, hali hech kim yashamagan. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxunni. Mebel texnika hammasi turibdi. Vichka, gasolita, xolodilnik, nima turibdi? Yana bu yerga do'xtirning katlami turibdi. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, narxi 60 ming, yana ozgina savdosi bor. Pastanova qoldiraman, srochni aloqa chiqqanlar. Manzilimiz Sankoch, shu bulvar degan joy bor. O'sha ko'chani bo'yidagi Novostroy 6 qavatli binoni 5-qavatda joylashgan.